Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari. Bugun sizlar bilan juda muhim, ko'pchilik noto'g'ri tushunadigan, hatto ayrim hollarda qo'rqib qaraladigan kasallik epilepsiya haqida batafsil gaplashamiz. Afsuski, jamiyatimizda epilepsiya haqida noto'g'ri tushunchalar bor. Keraksiz qo'rquvlar mavjud. Ayrim odamlar bu kasallikni yashiradi. Bugungi videoda epilepsiya nima, nega paydo bo'ladi, xuruj paytida nima qilish kerak, epilepsiya bilan yashash mumkinmi, davolanadimi, u yuqumlimi yoki yo'qmi? Mana shu savollarga batafsil va aniq javob beramiz. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bu ma'lumotlar sizga yoki yaqinlaringizga bir kun kelib juda kerak bo'lib qolishi mumkin. Epilepsiya nima? Epilepsiya bu miya faoliyatining surunkali kasalligi bo'lib, unda miyada elektr impulslarning tartibsiz va keskin chiqishi natijasida tutqanoq xuruj paydo bo'ladi. Oddiy qilib aytganda, miya bir lahzaga noto'g'ri ishlay boshlaydi. Tanani boshqara olmay qoladi. Odam hushini yo'qotishi yoki galati harakatlar qilishi mumkin. Epilepsiya ruhiy kasallik emas. Yuqumli emas. Jodugarlik yoki la'nat emas. Bu tibbiy kasallik. Epilepsiya qanday paydo bo'ladi? Epilepsiyaning sabablari turli xil bo'lishi mumkin. Asosiy sabablar: tugma miya nuqsonlari, homiladorlik paytida kislorod yetishmasligi, tugruqdagi jarohatlar, bosh miya jarohatlari, miya yalliglanishi, meningit, ensefalit, insult, miya osmalari, kuchli zaharlanishlar. Ba'zi holatlarda aniq sabab topilmasligi ham mumkin. Epilepsiya bolalarda ham bo'ladimi? Ha, epilepsiya chaqaloqlarda, bolalarda, o'smirlarda, kattalarda ham uchraydi. Bolalarda epilepsiya ba'zan yosh o'tishi bilan kamayadi. Ba'zan to'liq nazoratga olinadi. Muhimi, erta tashxis va to'g'ri davolash. Epileptik xuruj qanday bo'ladi? Epileptik xuruj har doim ham bir xil bo'lmaydi. Eng ko'p uchraydigan belgilar: hushini yo'qotish, yiqilib tushish, qo'loyoq tortishi, ogizdan ko'pik kelishi, tish qisilib qolishi, ko'zlar bir nuqtaga tikilishi, xurujdan keyin holsizlik. Ba'zi xurujlar 10-20 soniya davom etadi. Ba'zilari 2-5 daqiqa davom etishi mumkin. Epilepsiya turlari. Epilepsiya har xil ko'rinishda bo'ladi. Bir umumiy generalizatsiyalangan epilepsiya. Butun tana tortishadi. Hush yo'qoladi. Ikki qisman fokal epilepsiya. Faqat bir qo'l, oyoq yoki yuz tortishadi. Odam hushini yo'qotmasligi mumkin. 3 absans xuruj. Ko'proq bolalarda. Bola bir necha soniya qotib qoladi. Keyin yana davom etadi. Epileptik xuruj paytida nima qilish kerak? Bu juda muhim qism. Har kim bilishi kerak. To'g'ri qilinadigan ishlar: bemorni yonboshiga yotqizing. Atrofidagi xavfli buyumlarni olib tashlang. Boshini yumshoq narsaga qo'ying. Xuruj tugashini kuting. Nafasi va holatini kuzating. Qat'iyan mumkin emas. Og'zini ochishga urinish. Tish orasiga qoshiq solish. Suv ichirish. Kuch bilan ushlab turish. Xuruj ko'pincha o'zi o'tib ketadi. Qachon tez yordam chaqirish kerak? Darhol tez yordam chaqiring agar xuruj 5 daqiqadan oshsa. Ketma-ket xurujlar bo'lsa. Odam o'ziga kelmasa. Birinchi marta xuruj bo'lsa. Homilador ayolda bo'lsa. Epilepsiya davolanadimi? Ha, epilepsiya davolanadi va nazorat qilinadi. Davolash: doimiy dori qabul qilish, shifokor nazorati, hayot tarzini o'zgartirish orqali olib boriladi. Ko'pchilik bemorlar xurujlarsiz yashaydi, ishlaydi, o'qiydi, oila quradi. Dorilarni to'xtatsa bo'ladimi? Ozboshimchalik bilan yo'q. Dorini faqat shifokor ruxsati bilan
Sekin-asta tekshiruvlardan keyin to'xtatish mumkin. Aks holda xurujlar kuchayadi. Epilepsiya bilan yashash qoidalari. Epilepsiyasi bor odamlar. Yetarli uxlamogi. Spirtli ichimliklardan saqlanishi. Stressni kamaytirishi. Dorini o'tkazib yubormasligi. Shifokorga muntazam ko'rinish kerak. To'g'ri hayot tarzi xurujlarni kamaytiradi. Epilepsiya yuqumlimi? Yo'q. Epilepsiya yuqumli emas, bir odamdan boshqasiga o'tmaydi. Epilepsiya va jamoat. Epilepsiyali odam kamsitilmasligi kerak. Jamiyatdan ajratilmasligi kerak. U ham oddiy inson. To'g'ri tushuncha qo'rquvni kamaytiradi. Xulosa qilib aytganda, epilepsiya tibbiy kasallik. Davolanadi va nazorat qilinadi. Epilepsiya bilan yashash mumkin. Bilim eng katta yordam. Agar bugungi video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringiz bilan ulashing va kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarda yana muhim tibbiy mavzular bilan uchrashamiz.